Davlatimiz rahbarining Oliy Majlis Senati va xalqimizga yo'llagan murojaatnomasining mazmun mohiyati va unda ilgari surilgan tashabbuslar bo'yicha ayni kunlarda barcha tashkilot va davlat muassasalari, oliy o'quv dargohlarida o'quvlar tashkil etilmoqda. Aytish mumkinki, murojaatnomada 2025-yilda mamlakatimizdagi barcha sohalarda amalga oshirilgan ishlar sarhisob qilinib, 2026-yilda amalga oshiriladigan ustuvor vazifalar belgilab berilgan. Hozirgi lavhamiz shu haqida. Davlatimiz rahbari tomonidan belgilab berilgan ustuvor vazifalarning mazmuni va ahamiyatini hududlarda keng tushuntirish, ularni jamoatchilikka sodda va aniq shaklda yetkazish maqsadida Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi Boyovut tumani bo'linmasi tashabbusi bilan Boyovut tumanidagi umumta'lim muassasalarida ma'naviy-ma'rifiy uchrashuvlar tashkil etildi. Mazkur tadbirlar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston xalqiga yo'llagan murojaatnomasida belgilangan 2026-yilga mo'ljallangan eng muhim 6 ustuvor yo'nalish mavzusiga bag'ishlandi. Tadbirlarning birinchi bosqichi Boyovut tumanidagi Usmon Yusupov mahallasida bo'lib o'tdi. Unda nuroniylar, mahalla faollari, jamoatchilik vakillari hamda kelajak bunyodkorlari bo'lgan yoshlar faol ishtirok etdi. Uchrashuv jarayonida Prezident murojaatnomasida ilgari surilgan tashabbuslarning mazmuni, ularning jamiyat hayotidagi o'rni hamda hududlarda bajarilishi lozim bo'lgan vazifalar yuzasidan keng tushuntirishlar berildi. So'zga chiqqanlar belgilangan yo'nalishlar bugungi talablar va aholi manfaatlariga to'liq mos kelishini ta'kidladilar. Albatta, bu jarayonda o'qituvchilarning roli beqiyosdir. Biz nafaqat bilim beramiz, balki yosh avlodni vatanga sadoqat, mas'uliyat, halollik ruhida tarbiyalaymiz. Murojaatnomada belgilangan vazifalarni amalga oshirish uchun har bir pedagog o'z ustida ishlashi, zamonaviy metodlarni qo'llab darslar o'tishi lozim. Xulosa qilib aytganda, murojaatnoma bu kelajak sari aniq yo'l xaritasi. Biz o'qituvchilar ushbu vazifalarni sidq-dildan bajarib, bilimli va barkamol avlodni tarbiyalash orqali yurtimiz ravnaqiga o'z hissamizni qo'shamiz. Tadbirning keyingi bosqichi Navbahor mahallasida joylashgan umumta'lim maktabida davom etdi. Ma'naviyat va ma'rifat markazi Boyovut tumani bo'linmasi vakillari tomonidan Prezident murojaatnomasining mazmuni aholi vakillari hamda yuqori sinf o'quvchilariga yetkazildi. Ishtirokchilarga ustuvor yo'nalishlarning yoshlar hayotidagi o'rni, ta'lim sohasidagi yangilanishlar, bandlik masalalari, ijtimoiy himoya hamda ma'naviy rivojlanishga qaratilgan vazifalar aniq va tushunarli tarzda izohlandi. Bu murojaatnoma albatta xalqimiz uchun xizmat qiladigan 6 ta ustuvor yo'nalishlar belgilab berilgan. Bugun tumanimizning barcha mahallalarida muhtaram Prezidentimizning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga murojaatnomasini hamda O'zbekiston 2030 strategiyasida belgilab berilgan ustuvor vazifalarning mazmun mohiyatini keng jamoatchilikka yetkazishga qaratilgan. Albatta, bundan ko'zlangan asosiy maqsad yurtimizning obodligi, tinchligi, osoyishtalik yo'lida xizmat qiladi. Xulosa qilib aytganda, Boyovut tumanida o'tkazilgan ushbu ma'naviy-ma'rifiy uchrashuvlar aholi, ayniqsa yoshlar orasida Prezident murojaatnomasida belgilangan vazifalar va tashabbuslar yuzasidan aniq tushuncha shakllanishiga xizmat qildi. Eng muhimi, mazkur tadbirlar jamiyat taraqqiyotiga har bir fuqaroning bevosita daxldorligi va faol ishtiroki muhim ekanini yana bir bor namoyon etdi.